Avvalambor assalomu alaykum. Bigjon kanalining obunachilari, aziz obunachilar, biz mana ishda mashina taxlab qo'ydik. Hammasi yili arzon, puli ham juda ham yengil. Videoni oxirigacha ko'rib boramiz. Assalomu alaykum Davlatbek. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomlashib qo'y. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shunday. Buni yili nechi Davlatbek? Buni yili 2022-yil, texpasporti 2002 aka. Ha, texpasport 2002-yil ishlab chiqarilgan deyapti, lekin Mashinaga yangi kuzov qo'yilgan aka, zadniy mos korobka motorlargacha yangi mashina. Faqat yili eski ekandani, kuzov, motor, zadniy mos, korobka hammasi 2022 ni buyurib turibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, mashinani kraskasi umuman yo'q. Kraskasi toza aka, bemalol ustalar bilan kelib ko'rib 2022-yil ishlab chiqarilgan kuzov qo'yilgan mana. Hamma joy yangi, faqat dokumentda 2002 ekan mana. Polni mashina navorat qilingan, hammasi mana qimmat chexollar. Mana hozir yangi lilolimi olib kelibdi. Poliga olib kelibdi, lilolimi yo'q. Vaqtisi kelsa lilolimini ham qo'yib beradi. Eshiklar hammasi shumka mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Diskalari yangi ekan mana. Karmitar eshiklari yopilishi zo'r. Mana diskasi qimmat, original diskasi qo'yilgan, karmitar diska. Qimmat balonlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi yangi, navorat qilingan, shumkagacha. Mashinada buni gazi bormi, yo'qmi? Benzinda aka, gaz qo'yilmagan, agar kelishsak, gaz ham qo'yib beraveramiz. Mashinada bir tomchi ham kraska yo'q. Faqat yili 2002. Orqa pollarini ham ko'rsating. Pachka mashin desam bo'lar akalar mana. Keyin bunda 25 navazli sassanasini beryapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor, korobka, zadniy hammasi fashli yangi ekan. Mana hamma joyi zo'r navorat. Buni qancha qilib beramiz? Aka, buni tanglari ham shumka deyman-da, pollari ham. Sizlar uchun $3800 beramiz buni. Bu bo'ladigan aytib, obunachilar savdolashmaydi, keladi, pul ishini sanaydi, birdan olib ketadi. Nech pul qilib beramiz? 600 bo'lsa olib ketsin, $3600. 3600. Qo'lni ber. Qara. 3600 deyman. 3300 bersa bo'ladimi? Yo'q, 3300 ga to'g'ri kelmaydi aka. Qara, prosta men yili arzon ekanda, arzon ekan, yili past ekan, 2002 ekan, lekin mashin 22, hamma joy yangi ekan. Hamma joy yangi qo'yilgan. Dokumentlar qanday? Hech qanday muammoz, generalni ham oformatdan bo'ladi. Metanga ruxsati bor mashina. Qanolsa biz nomer mana qilinganmi? Kuzov qanday? Kuzov dokumentalni, motorlar ham dokumental. Hammasi. 3400 bo'ladimi? Yo'q aka. Sizni obunachilaringizga oxiri $3,500 bo'lsa beramiz aka. 3,5 ha? 3,5. Mana obunachilar kelib, mashina birinchi bitta haydab ko'ring. Mashina 22, hamma joy masalan 22 kuzov, 22 korobka, 22 motor, hammasi yangi deyapti. Bir tomchi ham kraska yo'q. Hamma navorat qilingan. Oxiri 3,5 bo'lsa beraman deyapti. Kelib mashina bir haydab ko'rasiz. Mashina ma'qul kelsa savdo qilishingiz mumkin. Men savdo qilib berdim. 3,5 ming bo'lishi taqalgan deydi. Kelib ko'rib ko'ringizlar, agar mashina ma'qul kelmasa, xohlasangiz mana yana ham pul yengillari bor. Endi buni akalar 25 navazon so'm beryapti sassanasini. Bemalol kelib mashina haydab ko'rib, keyin pulni sanasangiz ham bo'ladi. Generalni ham bo'ladi deyapti Davlatbek. Generalni ham bo'ladi aka. Mashina ko'p mashina uyimiz 22-23 navaz sotyapmiz. Mana bular yorilgan, zanglab qolgan, chirib qolgan mashina bo'lyapti. Endi bu yangi mashina ekan. Ashta olgan odam, menimcha yangi kuzib qo'ygan odam minmaganimmi deyman-da. Yurganlari ham 133 ming aka. 133 ming yuribdi mashina. Polni shumka, hamma joy yangi ekan. Bu damas yil nechi? Bu yili 2020-yil aka. 2020-yil ishlab chiqarilgan. Buni kraskalari qanday? Kraska mana shu orqa krelosida bor aka, relsdan pastida. Motor, korobka, zadniy mos qanday? Zo'r aka, ochilmagan. Mashina 98 ming yurgan. Hali benzinda zapaskasi ham tushmagan. Ha. Zapaska keyin qara, bunga sen gaz beraman dedingmi, nima deding bunga? Agar kelishadigan bo'lsa, metan gaz balon qo'shib beramiz, o'zlari qo'ydirib oladi. Ha, buni ruxsatini nima qilamiz? Ruxsati bor, metanga ruxsati bor, GBSga bosilgan. Ha, metanga ruxsat bor ekan. Metanni beradi, o'zingiz istanomga qo'yib olaverasiz. Mashina hozir benzinda ekan. Benzinda hozir. Buni bu benzinda. Xolasa gaz qo'yib olsa ham bo'ladi, yili balandga bo'ladi. Mashinada 13 yumshoq balonlar qo'yilgan. Mana poliklari, ilolim hamma narsasi bor ekan, tayyor ekan. Yurgani 98 ming yuribdi. Motor, korobka, zadniy mos qanday bor? Zo'r aka, ular hammasi. Mana. Ishlari yaxshi ekan.
Orqasini ko'rsataylikchi. Mana qotirib qo'yibdi. Qotirib taylagan ekan mana. Butun. Hamma joyi mana. Ular ham butun turibdi. Onlar ham butun. Buni narxi neydi? Buni necha pulga beramiz? Davlatbek? Aka buni $4400 bo'lsa beramiz. 4400. 4400. 4400. Kelishtirib ayt buni. Birdan taqalgani shu shnaqqa ishtir sanasin deb. Shu lekin aka. Obunachilarga. Ayt kelishtir 4400 mi? Agar bu avtokredit chiqadi, boshlang'ich 20% bilan chiqarib beramiz. Kreditda shu $1000 plus bo'lsa avtokredit qilib beramiz. Oyligi menimcha shu 2 million, 2 million 100 ming so'm atrofdan bo'ladi oyligi. Qancha oxiri? Necha pulga beraylik? $4300 bo'lsa qo'yib bering. 4300. Ha, $4300. 4000 larga to'g'ri kelmaymi? Yo'q aka, oxiri 4300 aka. 4300. Kep, bemalol kep haydab ko'ring. Mashina bitta sassinasi, bitta suyagini bir tekshirib ko'ring. Agar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa 2020. Strash udari yo'q-a? Yo'q, udari yo'q, shu orqa krilo motor, karobka, zandimosiga javob berasiz. Javob aka bo'ladi. Shunday. Bemalol kep haydab ko'rib oladi. $4300 aka. 4200. Hay, yana ham akalar sunnatiga bir nima o'tib beradi. Generalga ham bo'ladimi? Generalga ham bo'ladi, 3 yillik generalni bo'ladi. Mana, generalda ham bo'lar ekan. Tayyor mana. Xohlasangiz metan qo'ying, xohlasangiz propan qo'ying. Mana 13 yumshoq balon tayyor, mana navrat qilingan ekan. Bu Cobaltchi. Bu Cobalt deyiladi aka 2020-yil. 2020 mexanikasi ekan. Mexanika. ABS konditsionerlari bor, ishlaydi hammasi. ABS konditsioner. Buni kraskasi qanday buni? Buni kraskasi mana shu krilosi bilan eshigida bor aka. Bunaqa strashni udari yo'q. Strashnimiz, xo'sh, sepilganda hozir. Sepilgan, petno sepilgan. Balonlar yangi ekan. Balonlar yangi. Euro diskalarda. Nechta yurgan bu? Yurgani 173 ming yuribdi. Bitta ko'rsating. Mana mashina yaxshi ekan, mexanika. Holati yaxshi. Mana chexollari bor. Tayyor mashina ekan. Buni gaz bazi bormi? Buni metan gazi bor 90 talik. Benzinda ham yuradi. Orqasini ochib ber. Nimada ochib bak, knopkadami? Zapaskalar tushmagan ekan. Orqalari butun zo'r ekan mana. Metani bor. 80 talikmi? 90 talik. 90 talik. 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika Cobaltchamiz. Buni narxini qancha deymiz? Buni aka $7200 deyapmiz, kelishib beramiz. 7200. Faqat naqdga qanday variant yo'q. Variantlar endi bir oy yetmay qolsa, kutamiz. 2000-3000 pul bo'lsa kutib turamiz. Shunday. 7200 deyapti. Ha, yana ham savdosi bor, aziz obunachilar. Cobaltcha yomon emas, mexanika. Agar siz avtokreditga chiqaraman desangiz, mana shu 20 ni ham chiqarib beramiz. Boshlang'ich menimcha $1200 plus kerak bo'ladi. Agar $1200 boshlang'ich qilasiz, bu 4 yillik bo'ladi, 5 yillik bo'lmaydi, chunki yili past bo'lgani uchun 1300 boshlang'ich qilasiz, oyiga Damas pul akalar 3200 dan to'laysiz oyiga 4 yilga. Oy-moy 3200 4 yilga olasiz, 4 yillik qilib 1 yilda yopsalaringiz 1 yillik foizini oladi bank. Mana tayyor. Ko'pchilik izlayverdi, mexanika ko'p chiqmayapti bozorga. Mana bu dalniga, uzoqqa imini mexanika yaxshi, ekonomik, gazam kam yoqadi. Teng bola oy-moy 3200 juda ham arzon. Shu bilan videoni yakunlaymiz Davlatbek. Nasib qilsa biz obunachilarga kelishtirib berasan, manzilni bitta aytib o'tdik. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Juma shahri. Juma shahri. Bemalol kelaverasizlar, endi bu yer Pastdarg'om Lilizmga qaraydi. Istiqbol mahallasi. Istiqbol mahallasi. Pastga telefon nomerlarimiz yozib o'tamiz. Telefon qilsalaringiz akalar 7200 kami bor. Bu Damaschamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha edi bu? $4300. $4200. Hay, yana bir nima o'tib beramiz. 4200 dan ham kelishtirib beradi davlat. Bu ham hammasi zo'r, navorat qilingan, tayyor. Biz xarajat hammasi. Navbatdagi 2022-yilda emas, 2002-yilda ishlab chiqarilgan, faqat 2022 kuzov, motor hammasi yangi bosyapti egasi. Endi qandaydir birov sal yiqitgan, yonbosh bo'lgan bo'lsa, yangi kuzov, birdan motorlargacha yangi qo'yar egasi. Faqatki uyda ko'p yurmagan, uyda yotgan mashina.
hamma joy 25 pachka dama arzon olsin beryapti, salon beryapti. Buni ham dokumentlarda muammo yo'q, hamma narsasi bor, hamma narsasi qilingan, tayyor navorat qilingan. Buni oxirgi narxini necha pulga beramiz dedik? $3600 bo'lsa berib beramiz aka. Mana $3600 akalar. Bunaqa arzon hech qayerda topa olmaysizlar. Qashqadaryo yo Toshkent unaqa joyga borsangiz ham bunday arzonni, bunday narxda topa olmaysizlar. Nomerlar yozib o'tamiz, srochno aloqa chiqamiz. Hozir qo'ygandan birdan sotilib ketyapti. Agar shu qanday bir olaman deb yaxshi niyatda telefon qilsalaringiz, nasib sizniki bo'ladi mashina. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Bekjon o'z kanali bo'ldi. Videoga bittadan like'lar bosib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Agar olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Aloqaga chiqamiz, shoshilib qolamiz. Qo'yganimizdan tez sotilib ketyapti. Uspet qilsalaringiz, mana shu mashina sizniki bo'lib qoladi.